Oktagon ligaga oxirgi marta o'zbek boyslari yutqizayotganligi ko'pchilik zahvat qilyapti, barbada olyapti. Bizlarda haqiqiy barba bo'lsa, barbada zo'r boys bor. Kim edi? Arslonbek Surxondaryodan u ko'p gapirib o'tirmaydi. 5-6 yildan beri musofirda urushib, or-nomus talashib yurgan bola. Otabek o'zingiz ham bilasiz. Vaqtida Otabek aka ham Sherlar jangida bilmayman 100 mingmi 70 ming rubl tikkan, haqiqatdan ham oqlagan, podeshka qilgan. Arslonda hozir bu videosini ko'rdik. Biz qo'llab-quvvatlaymiz. Agar haqiqatdan ham Oktagon liga mana shu Arslonbekka bu Ozarbayjondimi, farqi kimni bersa ham oqlaydi haqiqatdan ham. U chunki Surxondaryodan. O'zingiz ham juda yaxshi bilasiz. Kim ko'p mana shu videoga kommentariy yozsa yoki like bosganlar desa men $100 beraman. Men ham $100 beraman va Arslon uchun отдельно men $1000 tikdim mana shu Arslon uchun. Agar gapida turib, kelib trenirovka qilsa Toshkentda ham polni o'zimiz sponsorlik qilamiz. Mana Otabek aka bilan birga. Men ham обязательно $1000 beraman Arslonga leshga. $2000 Tojikiston blogerlari va O'zbekiston blogerlari. Do'stlar, gazini bosdik, videoni tarqatamiz. Arslonbek ukamiz o'zimizni Surxondaryo Sarajodan 16 yoshda 30 martadan oshiq Rossiyada MMA jangida g'olib